Ve usta bu hocalar 3 oydan beri sizlarni kutaman kelmaysizlar. Daragilar yo'q. Siz tushunmayapsizlar, biz abetdan keyin ishlaymiz-da. Ha böyle bana saat 12 böyle ki boşlayalım işte. Yana tushunmadin ham yo'q ki. Biz abetni qilib ishlaymiz deymiz. Ha böyle düşündüm. Sizlar işni boshlaydilar, men abetda olib kelaman, yet qarama. Men ketdim Azamat, yelkam qotdi jura. Tushunmadi bu. Aka, usta bobom abetni qilib, keyin ishni boshlaydi. Bir piyola choy qayerga qolmagan jura. Usta bobojonlar gap beqami. Mana bo'ldi men ikkisiq uzoq shashlikdan yeymiz, sizlar böyle yeb ichar. Men sizni ichingizni topdim. Chep bozorchasidan bozorlik ham qilib qo'yganman. Shunday o'ylab. Sizlar böyle yeb ichar. Ish qochib ketmaydi usta bobojon. Odamzod yesa ham yashaydi ekan, yemasa ham yashaydi ekan. Ani Javob ne? Конечно. Aylanmaydi. Mana uzoq shashlikni qisqa o'yladi. Ah, ey. Vay. Usta bobo, buni qarang uzunligini. İçim bo'lib keting, he, içim. Ben sizin tomurizga tushdim dedim-ku. Qarang usta bo. Bu shashlikning nomini toping qani nima? Bu polvon shashlik. Yo'q, qayerdan bildingiz? Mana jo'ramiz aytib ketdik hozir. Lekin uzoqbo'y shashlikchini shashliklari zo'r ekan. Abetam böyle, ujinan böyle. Mana endi nasib bo'lsa ertadan ishni boshlaysizlar-da. Qanday? Azamat bu odam namyotga tushunmadi jura. Aka to'q qo'limni ishlab bo'lmaydi. Ha? Ha? Qachon ishlaysizlar? Keyingi yildan ishlaymiz akajon. Endi sizning ishingiz bor-ku. Keyingi yilni noyabr oylarida to'y keladi. Shundaymi? Sabr qiling. Sabrning tagi sariq shashlik.